Assalomu alaykum do'stlar. Meni ismim Berdiyor. Men anchadan beri Koreyada yashab istiqomat qilib kelyapman. Aniqroq 10 yildan oshdi. Bugun sizlarga demak Koreyada bojxona kodini qanday qilib olish mumkin degan mavzuda video tayyorlamoqchiman. Albatta o'zimni tajribamdan kelib chiqib, o'zim 2-3 yillar oldin o'sha bojxona kodini olganman. O'zi Koreyada bojxona kodi sizlarga nimaga kerak deb ayrimlar o'ylashinglar mumkin. Agar sizlar chet eldan Koreyaga birorta mahsulot buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar, misol uchun mana Coupangdan yoki Amazondan Koreyaga o'zingizning manzilingizga biror narsa demak buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, ko'p holatlarda mana shu bojxona kodi so'raladi. Koreys tilida bu narsani keyin tongan koyup puho yoki koyup pono ham deb atashadi. Oramizda bilmaydiganlar ham juda ko'p ekan, qanday qilib olishni bilmaydiganlar. Shular uchun men maxsus video tayyorlashga qaror qildim. Instagramda ham oldin qo'yganman bu to'g'risida. Bugun sal nima desak bo'ladi, sal batafsilroq qilib shu to'g'risida video olishga harakat qildim. Iloji boricha qisqaroq lekin tushunarliroq qilishga harakat qilaman. Agarda siz Koreyada bojxona kodini hali olmagan bo'lsangiz, lekin olmoqchi bo'lsangiz, albatta videoni oxirigacha tomosha qilishinglarni so'rab qolgan bo'lar edim. Agarda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Iloji boricha shu Koreya to'g'risida foydali videolar yoki yangiliklar qilishga harakat qilaman. Demak, shu bojxona kodini qanday qilib olishni sizlarga qisqacha ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, ketdik. Xo'p, do'stlar, mana hozir Google ga kirib birinchi navbatda mana bu so'zni yozib olishimiz kerak. Ya'ni keyin tongan koyu pono deyiladi. Ya'ni o'sha bojxona kodi, qisqacha qilib aytganda, bojxona raqami va mana shu raqamni biz olishimiz kerak bo'ladi. Demak, men o'zim allaqachon olganman. Sizlarga qanday qilib olishni ko'rsatmoqchiman, qaysi saytdan olinadi. Sizlar mana bu davlat saytidan ham gov.kr shu saytdan ham olishingiz mumkin yoki mana bu Unipass saytidan ham, bojxona saytidan ham olishingiz mumkin. O'zim mana shu birinchi Unipassdan olganligim uchun shu joydan sizlarga qisqacha ko'rsatib ketaman. Demak, mana shuni yozib olganingizdan keyin mana shu saytga kirasizlar. Uzr, ovozim agar yaxshi eshitilmayotgan bo'lsa, hozir to'g'ridan-to'g'ri mana kompyuterimni o'zini shu ovozdan foydalanib yozyapman videoni. Demak, mana shu saytga kiramiz. Xo'p, bu yerga kirganimizdan keyin bizda ikkita mana shunaqa knopka chiqadi. Bu yerda agarda siz allaqachon bojxona kodini olgan bo'lsangiz, hozir orqaga qaytamiz. Shu bojxona kodini tekshirishingiz mumkin, agar oldin olingan bo'lsa, yoki qaytadan ochishingiz mumkin va uni bekor qilishingiz ham mumkin. Mana heji degani bekor. Agar sizlarda bojxona kodi bo'lmasa, yangitdan olmoqchi bo'lsangiz, demak, mana shu Shingu Palgib degan joyga bosishingiz kerak. Demak, hozir biz bu video asosan shu yangi hali bojxona kodi olmaganlar uchun, shuning uchun Shingu Palgib degan joyga bosamiz. Mana hozir bosildi va bu yerda demak, telefon raqamingiz orqali yoki qisqa sodda ko'rinishdagi shaxsingizni tasdiqlab ham olishingiz mumkin. Xo'p, ko'p holatlarda mana sim kartangiz o'zingizning ID kartangizga olingan bo'lishi kerak. Koreyskiy sim kartangiz. Agarda sim kartangiz o'zingizning nomingizda bo'lmaydigan bo'lsa, demak, bojxona kodini o'z-o'zidan ola olmaysiz. Biz hozir keling yaxshisi mana shu sim karta orqali olamiz. Agarda o'zingizning shu nomingizga olingan bo'lsa, shu orqali biz olishni sizlarga qisqacha ko'rsatib ketaman. Mana Songmyon degan joyga ism familiyangizni to'liq yozib chiqishingiz kerak. ID kartada qanday bo'lsa, demak, xuddi shunday yozishingiz kerak. Va mana bu yerga Chumintinok Pono, ya'ni shu ID karta raqamingizni yozishingiz kerak. O'zimnikini yozib qo'yaman. Men oldin olganman. Menga katta ehtimollik bilan o'zi bor deb chiqarish mumkin, lekin sizlarga unaqa chiqarmaydi. Va mana bu kodni yozishingiz kerak. 069 316 va mana bu yerga Shilmyon Injin shaxsni tasdiqlash degan joyga bossak, hop, sizda mana bojxona kodi bor ekan, siz Choxvey Hashiga ismlikka, ya'ni
qanaqa o'sha bojxona kodi sizda qanaqa shuni tekshirmoqchimisiz deb manda chiqaryapti. Sizlarda to'g'ridan to'g'ri o'zi kodini sizlarga o'zi keyingi demak sahifada faqat adresinglarni, ya'ni Koreya manzillarni kiritib qo'yasizlar va sizlarga kodni beradi. Demak, menda o'zi allaqachon borligi uchun shunchaki OK degan joyga bosaman va telefon raqamimni kiritib qo'ysam, demak, meni bojxona kodim qanaqaligini ko'rib olishim mumkin. Hozir mana jo'natish degan joyni bosamiz va meni sim kartamga kod keladi. Xo'p, 698 582. Mana 698 582. Va mana shunday chiqadi. Va mana bu meni bojxona kodim. Va bojxona kodim va mana bu yerda meni adresim yozilgan. Demak, mana shunday ko'rinishda amal qilish sanasini ham bu yerda ko'rsatib qo'yishadi. Demak, sizlar faqat mana shu boyagi sahifada agarda sizlar nomerlarga ochilmagan bo'lsa, demak, adresinglarni sizlar kiritib qo'ysanglar va tagida mana yerda palgeb, ya'ni issue degan o'sha shu bojxona kodini oching degan joyi bo'ladi. O'sha joyga bosib sizlar yangidan ochib olishingiz mumkin. Menda o'zi borligi uchun mana ko'rib turganingizdek mana shunaqa demak bojxona kodi ochiladi. Bu umuman shaxsiy ma'lumot borligi uchun buni sizlarga ko'rsatmayman, sal xiralashtirib qo'yaman, lekin xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Aynan mana shu saytdan olishinglar mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, o'ylaymanki video sizlarga tushunarli bo'ldi. To'g'ri, oxirigacha sizlarga ochish tartibini ko'rsata olmadim, chunki o'zimda bor edi. Lekin bu videoda asosiy maqsad qaysi saytdan olinadi, asosan nima narsalar kerak, ya'ni sim kartangiz o'z nomingizda bo'lishi kerak, Koreyada albatta o'zingizni manzilingiz bo'lishi kerak. Asosan mana shu narsalar. Demak, xuddi shu saytga kirib, boya o'sha Shingyu Palgib degan joyga bosib, bemalol ochib olishingiz mumkin. Bepul bo'ladi va o'ylaymanki, agarda sizlarda shu P dan boshlangan bojxona kodi bo'ladigan bo'lsa, o'sha boya Amazon yoki Coupang yoki boshqa saytlarga kirib, chet eldan bemalol mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin. Bojxonada keyin turib qolmaydi, muammo bo'lmaydi. Xullas, shunaqa agarda foydali videolar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda albatta yozib qoldiring. Agarda kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Hammanglarga omad, sog' salomat bo'linglar.